Biz hozir shahar hokimiyati orqa tomonidan uyga kelganmiz. 16 qavatli uylardan yaqinda sotuvga chiqqan va aytganimizdek patikulish tayyor holatda. Kirasiz shundoqqina yashaysiz. Bu yerda lokatsiya top. Qarang, 16 qavatli uylar bor atrofda. Polniy mana bunisi yangi tushgan. Hujjatlari joyida. Bu yerda 40-maktab bor, arenda turuvchi, yulduzcha bog'cha bor. Hamma sharoitlari bor. Ichkarida patikulish chiroyli uylar bitta ko'rib chiqamiz. Ungacha bitta obuna bo'lib, like bosib qo'ying. Patikulish uy shunaqa bo'lishi kerak. Qaranglar, eshiklari ham uncha joyda yo'g'ida, injig'ida, namofonligi, knopkaligi, atpechatkaligi hammasidan bo'ladi. Ko'ryapsizlar, juda ham chiroyli holda remont qilinar ekan. Xuddi mana shu holatda bu yerga demak qo'yib berishadi. Xuddi mana shu holatda topshiriladi. Chiroyli parketlar, mo'shiya bo'ylar, lustra, sharoitlar zo'r. Bu yerda uylar hammasi 3 xonali, 73 va 72 kvadratli bo'ladi. Manzilni tushuntirdik. Shoshilib ulgurib qoladigan joyi, hujjatlari joyida, gaz bor, like bosib, quyidagi raqamlarga bemalol qo'ng'iroq qilsanglar bo'ladi.